Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan majburiy matematika fanidan mavzularimizni davom ettiramiz. Kechagi kunda biz tub murakkab sonlarga va natural bo'lishlarga, ya'ni natural sonlarga misollar ko'rib o'tdik. Bugun sizlar bilan yangi ekubekga kirishdan oldin bo'linish belgilari degan mavzuni ko'rib o'tamiz. Bo'linish belgilari nima? Bu bizga nimaga yordam beradi? Bo'linish belgilari bizga sonni to'liqligicha mana birorta son bergan bo'lsa, uni qaysi songa bo'lishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu sonni ustun shaklda bo'lib ko'rmasdan, ya'ni qoida asosida bo'linadimi, yo'qmi, shuni bir osonroq bilib olishimizga yordam beradi. Ya'ni ma'no shu bitta, mazmun shu. Birinchisi, bo'linish belgilari. 2 ga bo'linish belgisi. Biz qanaqa sonlarda 2 ga bo'linishini bilib olishimiz mumkin. Ya'ni qarab turib 2 ga bo'linadi yoki bo'linmaydi ayta olamiz. Xo'p, qarang, u qanaqa sonlar? Sonning e'tibor bering. Oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugasa, demak u sonni biz ustun shaklda bo'lib o'tirmasdan turib, bu son 100% 2 ga bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Misol uchun ana 120 oxiri 0 bilan tugayapti. 3476 oxiri 6 bilan tugayapti. 102 oxiri 2 bilan tugayapti. Ya'ni va hokazo bunaqa sonlardan nechtalar misol keltirsak bo'ladi. Demak, bitta qaytarib o'tamiz. Sonning oxirgi raqami 0, 2, 4, 6 va 8 bilan tugasa, demak bu son qo'rqmasdan ayta olamiz 2 ga bo'linadi. Endi keyingisi 3 ga bo'linish qoidasi. Xo'p, 3 ga bo'linish qoidasi qanaqa? Biz sonni qanday qilib 3 ga bo'linadi yoki bo'linmaydi bilib olishimiz mumkin degan savolga javob bersak, raqamlari yig'indisi, mana shu joyga e'tibor beramiz. Raqamlari yig'indisi 3 ga bo'lingan sonlar 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni birinchi birdaniga tagma-tag bo'lib ko'rmaymiz, raqamlarni qo'shib ko'rsak bo'ladi. Mana misol uchun 27 degan son. Raqami 2 va 7 raqamdan ikkita raqamdan tashkil topgan. 2 ga 7 ni qo'shaman 9. 9 soni 3 ga bo'linadimi? Ha, bo'linadi. Shuning uchun 27 soni ham 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi sal murakkabroq misolga o'tamiz. Misol uchun mana 189 degan son. Raqam 3 ta raqamdan iborat. 1, 8, 9. 1, 8, 9. Bir-biriga qo'shadigan bo'lsam 18 degan son chiqadi. 18 soni 3 ga bo'linadimi? Ha, bo'linadi. Shuning uchun 189 sonni ham biz qo'rqmasdan 3 ga bo'lib yuborsak bo'lar ekan. Endi mabodo tasavvur qiling, mana bu qo'shib chiqqaningizda ham son kattalashib ketib qoldi. Bilmayapsiz deylik-a, shuni 3 ga bo'linadimi yo'q bilmayapsiz. Agar shunaqa vaziyat kelib qoladigan bo'lsa, mana shuni o'zini ham davom ettirib olsangiz bo'ladi. Men raqamlarni birinchi qo'shib chiqdim, 18 chiqdi. 18 ni men bilyapman 3 ga bo'linishini. Endi mabodo kattaroq son chiqib qoldi, tasavvur qiling, bilmay qoladigan bo'lsak, mana shu 18 ni o'zini ham raqamlarni qo'shaman, 9 chiqadi. 9 3 ga bo'lingani uchun mana bu boshda turgan son ham 3 ga bo'linar ekan. Buni qancha davom ettirib ketish mumkin desa, buni mana son kichiklashganga, bir xonali songa o'tgungacha qo'shib raqamlarni davom ettirib ketsak bo'laveradi. Xo'p, keyingisi 4 ga bo'linish qoidasi. Sonning oxirgi ikkita raqami 00 bo'lsa yoki 4 ga bo'linsa, bu nima degani? Demak, oxirgi ikkita raqamiga qarar ekanmiz 4 qoidasida, yoki 00 bo'lish kerak ekan yoki 4 ga bo'linish kerak ekan. Shundagina bo'linar ekan. Misol uchun, mana 100 oxirida ikkita 0 bilan tugayapti. Mana qoidaga tushyapti. 1024 oxiri 24 sonini biz 4 ga bo'linishini bilamiz. Agar karra jadvalni yaxshi yodlagan o'quvchi bo'lsa, uni bemalol aniqlay oladi. 64 o'zi 2 xonali son. 64 o'zi ham 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Juda ham oson. 5 sonning oxiri 0 bo'lsa yoki 5 bilan tugasa, bu son 5 ga qoldiqsiz bo'ladi. Eng oson qoidalardan bittasi. Mana misol uchun 100 da oxiri 0, 5, 0 yana va hokazo misollar keltirsak bo'ladi. Bu ham juda ham oson. Keyingi darsda misollar ham ko'ramiz endi bunga doir. 6 ga bo'linish qoidasi. Mana shunga sal e'tiborli bo'lishimiz kerak. 6 ga bo'linish qoidasi son bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 3 ga bo'linsa, demak bu sonimiz 6 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Bu nima degani? Mana misol uchun 36. 36 ni endi biz karra jadvaldan bilamiz 6 ga bo'linishini, ya'ni 6 kar 6 36. Bu degani bir vaqtning o'zida nima degani desa, mana misol uchun 36 ni qarang. 3 ga bo'linadimi? Mana 3 plus 6 raqamlarni qo'shsam 9. 3 ga bo'linyapti. Xo'p, bu joyida zo'r. Endi oxiri 6 bilan tugayaptimi? Oxiri 6 bilan tugasa 2 ga bo'linarmidi? Mana qarang, 3 ga ham bo'linyapti. Oxiri 6 bilan tugagani uchun bu 2 ga ham bo'linyapti. Demak, o'z-o'zidan ham 3 ga, ham 2 ga bo'linadi. Shuning uchun bu son 6 ga bo'linadi.
Ana endi mohiyat tushunarli bo'ldi. Endi mana bunda oxiri 0 bilan tugayapti. Demak, oxiri 0 bilan tugasa bu son 2 ga bo'linadi. Mana 2 ga bo'lishni tekshirdik. Endi 3 ga 2 qo'shuv 4 qo'shuv 0, ya'ni raqamlarni qo'shib chiqadigan bo'lsam 6 chiqadi. Demak, 6 soni 3 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 6 3 ga bo'lingani uchun oxiri mana 0 bilan tugayotgan uchun 2 ga ham 3 ga ham bo'linyapti. Demak, 240 sonimiz 6 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. 7 ga bo'linish qoidasi. Mana shunda ko'pchilik xato qiladi. Xato qilmaydi. Tushunarsizroq deb o'ylaydi, lekin juda ham oson. Mana qarang. Sonning oxirgi raqamini 2 ga ko'paytiramiz. Qolgan qismidan ayirsak 0 bo'lsa yoki 7 ga bo'linsa, bu son 7 ga qoldiqsiz bo'ladi. Tabiiyki siz ham tushunishda xato qilgan qiynalgan bo'lishingiz mumkin. Endi misolda ko'ramiz mana. Misol, sonni oxirgi raqam 3 xonali son beribdi, 259. So'rayapti. 7 ga bo'linadimi deyapti. Nima qilaman? Oxiridagi mana bu 9 ni olaman, 2 ga ko'paytiraman. 18 degan javob bo'ladi. To'g'rimi? Endi necha son qolib ketdi bu yoqda? 9 ni olgan bo'lsam 25 qolib ketdi. 25 dan 18 ni ayiraman. Javob 7. Endi savol 7 soni 7 ga bo'linadimi? Ha, shuning uchun 259 soni ham bo'linadi. Menimcha sal yana tushunarli bo'ldi. Endi yana bitta misolda ko'ramiz. Oxirgi raqamini olaman. 7 ko'paytirib 2. Bu doim 2 ga ko'paytiraman. 14. Mana necha qolib ketdi? 14. 14 minus 14 barobar 0. Nima degandim qoidada? 0 bo'lsa yoki 7 ga bo'linsa, mana bu 7 ga bo'linadi, bu 0 chiqib qoldi. Shuning uchun 147 soni ham 259 soni ham 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi 8 niki. Sonning oxirgi 3 ta raqami 000 bo'lsa yoki 8 ga bo'linsa. Bu qaysi qoidani eslatib yubormayaptimi? Bu 4 qoidasiga o'xshab ketar ekan. 4 da oxiri 2 ta edi, bunda endi 3 ta bo'lib qoldi. Bu shu oson, mana 8000 oxiri 3 ta 0 bilan tugayapti. 8 ga bo'linadi. 064. 64 8 ga bo'lingani uchun 2064 ham bo'linadi. 240 8 ga bo'lingani uchun 4240 degan sonimiz ham 8 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Bemalol bo'lsa bo'ladi. 9 raqamlari yig'indisi 9 ga bo'lingan son. Bu qaysiga o'xshayapti endi? Bu 3 qoidasiga o'xshayapti. Demak, raqamlari yig'indisi 9 ga bo'lingan son bo'lsa, bu qanday bo'ladi? Mana misol uchun 4590. 4 plus 5 plus 9 plus 0 barobar qo'shib chiqadigan bo'lsa 18 bo'ladi. 18 9 ga bo'linadimi? Ha, shuning uchun 4590 soni ham 9 ga bo'linar ekan. Tasavvur qiling, mana shu yig'indini ham bilmay qoldingiz. Bo'linish bo'linmasligini. Katta son bo'lib ketdi deylik. 3 ta nima qilgan bo'lsak, buni ham xuddi shunday qilsa bo'ladi. 1 plus 8 teng 9. 9 9 ga bo'lingani uchun mana bu katta son ham 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi 324. 3 plus 2 plus 4 qo'shadigan bo'lsam, raqamlarga olsa 4 ga 2 6, bu 9 bo'ladi. 9 9 ga bo'lingani uchun 324 soni ham 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana bu joyda yana bitta narsani eslatib o'tib ketaman. Mana bu 7 ning qoidasida hozir mana 3 xonali son keltirib qo'yganman. Bu osonroq chiqib qoldi. Mabodo mana buni qildilaring, ya'ni 9 da oxirgi raqamini oldilaring, 2 ga ko'paytirdilaring, son chiqdi. Qolgan qismidan mana shu chiqqan sonni ayirib tashlaganlaringda, ya'ni nima chiqdi? 7 ga bo'linadigan son chiqdi, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, mana shu ayirganimizdan keyin ham yana 2 xonalimi, 3 xonalimi katta son chiqib qolsa, yana o'sha chiqqan sonni tepada nima ish qilgan bo'lsa, yana xuddi shunaqa qilib davom ettirib ketsa ham bo'laveradi. Bir xonali son hosil bo'lguncha o'rinli bo'laveradi. Xo'p, 10 ga bo'linish qoidasi. Endi buni tushuntirish ham shart emas, lekin yozib qo'ydim. Sonning oxiri 0 bilan tugasa bo'ldi. Misol 100, 300, 1000, 3000, 2000, 5000 va 50 va hokazo. Endi abituriyentlarda eng ko'p birinchi o'rganayotganda qo'rqitib yuboradigan qoida keldik. Ya'ni qo'rqitib yubormaydi, tushunishda qiyinroq bo'ladi. Qaysisi? 11 ga bo'linish qoidasi. Sonning toq o'rinda, mana shu yerga to'g'rimiz, toq o'rinda turgan raqamlari yig'indisidan juft o'rinda turgan raqamlari yig'indisi ayrilsa 0 bo'lsa yoki 11 ga bo'linsa, bu son 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Tushunarsiz qoida. Buni soddalashtiramiz. Mana misol uchun 341 degan son berildi. Mana bu 3 birinchi o'rinda turibdi, bu ikkinchi o'rinda. Mana shunaqa qilib 1 2 1 2 qilib almashtirib ketaveramiz. Shunda nima deyapti mana? Bu toq o'rinda, birinchi o'rinda, mana bu ham toq o'rinda turibdi. Mana bu tagiga 1 2 1 2 qilib ketaverasizlar mana shundan boshlab. Shuni qo'shaman, birda mana birda ustida turganlar. 3 qo'shuv 1 barobar 4.
Juft o'rinda 2 ning nimasida faqat 4 turibdi. Endi ikkalasini nima qilish kerak? Yig'indisini ayirish kerak. 4 minus 4 barobar 0. Agar 0 bo'lsa, berilgan son 11 ga bo'linadi. Mana 341 degan son 11 ga bo'linar ekan. Endi bu 1 2 1 2 mana shunaqa ko'rinishda ketaveradi. 1 ni tagini qo'shib chiqaman. 1 plus 6 barobar 7. 2 ni men tepasini qo'shib chiqaman. 3 mana bu qo'shyapman. Bu 2 ni o'zini emas, bu tepasidagi sonni qo'shyapman. Plus 4 barobar 7. 7 minus 7 barobar 0. Yana bitta 0 bo'lib qoldi, lekin 0 dan boshqa sonlar ham chiqishi mumkin. Mana shunaqa holat bo'lib qolganda, u 11 ga bo'linsa bo'ldi. Yo 0 bo'lsin yoki 11 ga bo'linadigan birorta son hosil bo'lsa bo'ldi. Mana shunaqa ko'rinishda ketaveradi. Demak, ikkala sonim ham 11 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Endi qolganlari xususiy holatlari qoldi. Aniqda formulasi bor, menga o'xshab deya olmayman. Mana misol uchun 12 ga bo'linish qoidasi 3 va 4 ga bir paytda bo'lingan sonlar. Bu 6 ga o'xshaydi. Mana 2 bilan 3 ga edi-ku 6. Endi 12 niki 3 ga va 4 ga bir vaqtda bo'lingan sonlar 12 ga bo'linadi. Endi bu sonlarni qanday tanlab olamiz? Nimaga 6 bilan 2 olmayapsiz? Nimaga aynan 3 bilan 4 olyapsiz desalaring, sababi tanlab olayotgan sonlarning o'zaro tub bo'lishi kerak. O'zaro tub sonni bitta oldingi darsda o'tdim. Unda bir videosini ko'rib olasizlar. 15 ga 3 va 5. 3 ga va 5 ga bir vaqtni o'zida, mana 6 ga o'xshab. 24 ga 3 bilan 8, 36 niki 4 va 9 ga bo'lingan sonlar. 45 niki 5 va 9 ga bo'lingan sonlar. O'rtada endi 25 niki qolib ketdi. 25 bo'lish uchun sonni oxirgi raqami ikkitasi 00 yoki 25 yoki 50 yoki 75 bo'lishi kerak. Juda ham oson bu narsa bo'linishi. Oxirgi ikkita raqamga qarasalar ham bo'ldi. 25 ga bo'linsa, u sonni o'zi ham 25 ga bo'linadi. Shu bittalik asosiy tushish mumkin bo'lgan 19 qoldi. 19 7 nikini teskarisi. Sonni oxirgi raqamini 2 ga ko'paytirib ayirgandik-ku 7 da. 19 da oxirgi raqamini 2 ga ko'paytirib qolganiga qo'shamiz, 19 ga bo'linsa, u son 19 ga bo'linadi. Mana undan bitta farqi, hamma ishni qilaveramiz, oxirida bitta ayirish emas, qo'shish bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bunga doir ertaga yana bir misollarni ko'rib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.